Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan chiziqli funksiya, uning grafik va xossalariga oid testimizni tahlilini o'tkazamiz. Birinchi misolimizni boshladik. A va B nuqtalaridan o'tuvchi to'g'ri chiziq O y o'qini qaysi nuqtada kesib o'tadi degan savol beryapti. Biz avvalo to'g'ri chiziq tenglamasini uzun tuzib olamiz. To'g'ri chiziq tenglamasi quyidagicha topilardi. X minus x1 taqsim x2 minus x1 barobar y minusdan y1 taqsim y2 minusdan y1 degan formula orqali topiladi. Bizda minus 3imiz x1 ga, 2imiz esa x2 ga. 5imiz y1, minus 5imiz ham y2 bo'ladi. O'rnini qo'yadigan bo'lsak, demak, x plyusdan 3 taqsim 2 plyusdan 3 barobar y minusdan 5 taqsim minus 5 minusdan 5 bo'lib qoladi. Soddalashtiradigan bo'lsak, x plus 3 taqsim 5 barobar y minus 5 taqsim minusdan 10 bo'ladi. Va bunda 10 bilan 5 hisoblasak 2, minus 2 chap tomonga proporsiya qilib yuboramiz. Funksiya y minus 5 barobar minusdan 2x minus 6 hosil bo'ldi va minus 5 ni o'ng tarafga olib o'tganimizda y barobar minus 2x plyusdan minusdan 1 degan ifoda hosil bo'ladi. Ana endi bizdan O y o'qini kesib o'tsin deyotganligi uchun O y o'qini kesishganda x 0 ga teng bo'lib qoladi. X 0 bo'lsa, y javobi minusdan 1. Demak, koordinatamiz 0 minusdan 1 degan javob hosil bo'ladi. Javobimiz A varianti. Keyingi misolga o'tamiz. Ikkinchi savolimizda fx funksiya chiziqli funksiya grafigi koordinata boshidan o'tsa f2 ni qiymatini toping deyapti. Avvalo koordinata boshi nima edi? Koordinata boshi bu O nuqta, ya'ni 0 0 bo'lgan nuqta. Biz nima qilamiz? X o'rniga 0 qo'yganimizda y javobi 0 chiqaradigan qoidadan foydalanamiz. Ya'ni f0 barobar 0 degan ifoda hosil bo'lyapti. 0 qo'yganimizda f0 barobar 0 qo'ysak 0 kara 3 minus k 0 bo'lib ketadi. Bunda k kvadrat minusdan 4 barobar 0 hosil bo'ladi. Va k ni qiymati plus minus 2 degan javob hosil bo'ladi. O'rniga qo'yganimizda birinchi k teng 2 da funksiyamizning ko'rinishi quyidagicha bo'ladi. Ya'ni fx barobar k teng 2 da x bo'yicha qolib ketadi. Chunki mana ifodamiz bizda 0 ga teng bo'lib qoladi. Va bunga qo'yganimizda 3 ta 2 dan qo'ysak 1x bo'ladi. Xo'p, endi k teng minus 2 da esa funksiyamiz, ya'ni fx funksiyamiz 5x funksiya hosil bo'ladi. Endi bizdan f2 ni so'rayapti. f2 nimizning qiymati 2 yoki keyingi funksiyaga qo'yganimizda f2 ning qiymati 10 degan javob hosil bo'ladi. Demak, 2 va 10 degan javobni qabul qilib olamiz. Bu javobimiz bizda D javobga to'g'ri kelyapti. Yaxshi, navbatdagi misolga o'tamiz. 3-savolimizda y barobar 3x minus 12 hamda y barobar minus x plus 4 to'g'ri chiziqlarning kesishish nuqtalari koordinatalar yig'indisi toping deyapti. Ikkita funksiya kesishishligi uchun albatta birinchi funksiyamiz bilan ikkinchi funksiyamizni bir-biriga tenglab yuboramiz. Bundan 3x minusdan 12 barobar minus x plusdan 4 hosil bo'ladi. Tenglamani yechamiz. Minus x ni chap tarafga olib o'tsak plus bo'lib o'tadi. Hisoblasak 4x. Minus 12 ni o'ng tarafga plus qilib o'tganimizda 16 hosil bo'ladi va bundan x ni qiymati 4 kelib chiqadi. Va x ni qiymati, ya'ni 4 ni xohlasak birinchi funksiyamizga, xohlasak ikkinchi funksiyamizga qo'yganimizda y javob hosil bo'ladi. Masalan, men birinchi funksiyaga qo'yyapman. Y barobar 3 ko'paytirilgan 4 minusdan 12 bundan 0 kelib chiqyapti. Demak, kesishgan nuqtasining koordinatasi 4 0 va bizdan buning yig'indisi so'ralyapti. Demak, 4 ga 0 qo'shib qo'yamiz, javobimiz 4 degan javob hosil bo'lyapti. Bu javobimiz esa bizda A javobga mos kelar ekan. Yaxshi, navbatdagi savolga o'tamiz. 4-savolimizda A 0 dan katta, B 0 dan kichkina va C 0 dan katta bo'lsa, ushbu to'g'ri chiziq, ya'ni funksiya grafigi quyidagilardan qaysi biri bo'ladi deyapti. Bunda eng sodda usullardan bittasi bu shunchaki son qiymat berish. Ana shunda funksiyamiz javoblari aniq chiqib keladi. A 0 dan katta, bunda keldi 1 berib ko'ramiz. B 0 dan kichkina, bunda minus 1 beramiz. C 0 dan katta, bunda ham 1 beraylik yoki 2 berishimiz ham mumkin bo'ladi. O'rniga qo'yganimizda A 0 ga 1 qo'ysak, demak 1x bo'ladi. 1x. B 0 ga minus 1 qo'ysak, minusdan y plusdan 1 barobar 0. Va bundan funksiyamizning ko'rinishi x plusdan 1 holatiga keladi. Va buni grafini chizib ko'ramiz o'zimiz albatta. Xo'p, demak, koordinata o'qi. Endi bilamizki, koordinata o'qlarda, ya'ni chiziqli funksiya grafini chizishlik uchun x o'rniga 2 dona qiymat beramiz. Birinchi o'rinda x ga 0 berganimizda y javobi 1. Demak, 0 1 degan koordinata quyidagi nuqtadan o'tadi. Ikkinchisi, x o'rniga xohlagan qiymat beramiz. Misol uchun minus 1 berganimizda y javobi 0 hosil bo'ladi. Minus 1 0 bu nuqtada.
Demak, chiziqli funksiyamizning grafigi aynan mana shu ikki nuqtani o'tuvchi to'g'ri chiziq bo'ladi. Demak, bu grafikimiz bizda aynan A javobda to'g'ri kelyapti. Keyingi misollarga o'tamiz. 5-savolimiz. M'ning qanday qiymatlarida ushbu to'g'ri chiziqlar o'zaro parallel bo'ladi? Xo'p, mana shu funksiyamizning ko'rinishida ham parallellik shartini qo'llab kelsak bo'ladi yoki ikkalasini y1 va y2 funksiya hosil qilib, k1 bilan k2 ni tenglab qo'ysak ham bo'laveradi. Ya'ni ikkala xossamiz ham o'rinli ketadi. Keyin biz mana shu turishda parallellik xossasini ishlatamiz. Parallellik xossasiga ko'ra m taqsim 2 teng bo'lishi kerak -3 taqsim 6 ga va bu ham teng bo'lishi kerak 5 taqsim 10 ga. Ya'ni mos koeffitsiyentlar nisbati o'zaro teng bo'lishligi kerak. Xo'p, shoshmaymiz. Bunda ozoson kerak emas. Ozoson teng bo'lishi shart emas. Bunda agar ozoson son ham teng bo'lib qolganda ustimiz tushib qoladi. Bizda parallellikda faqatgina m taqsim 2, ya'ni x oldidagi koeffitsiyentlar nisbati y oldidagi koeffitsiyentlar nisbatiga teng bo'lishi kerak edi. Xo'p, bundan m taqsim 2 barobar 3 bilan 6 ni qisqartirsak -1 taqsim 2 va bundan m ning qiymati -1 ga teng degan javob hosil bo'lyapti. Demak, javobimiz A varianti. Kimdir buni chiziqli funksiya sifatida yozib olib turib ishlasa ham o'rinli bo'laveradi. Ya'ni mana bu k1 bilan k2 ni qiymatiga qo'ysak albatta. Masalan, kela shu usulni ishlab ko'ramiz. Bundan y ni topib olamiz. Demak, 3y barobar mx minusdan 5 bo'ladi va y ning qiymati m taqsim 3x minusdan 5 taqsim 3 ga teng bo'ladi. Keyingi funksiyamizdan 6y barobar -2x plyusdan 10 va y ning qiymati esa -1 taqsim 3x plyusdan 10 taqsim 6 hosil bo'lyapti. Va bilamizki, ikkita chiziqli funksiyamiz parallellik sharti tepadagi yozganimdek k1 bilan k2 o'zaro teng bo'lishi kerak. Va bundan m taqsim 3 barobar -1 taqsim 3 ligi va 3 larni qisqartirib yuborsak m ning qiymati -1 ekanligi kelib chiqadi. Demak, bu birinchi usul. Bu esa ikkinchi usul. Mana shu usulda ham javobimiz bir xil chiqaveradi. Keyingi misolimizga o'tamiz. Keyingi misolimizda kanning qanday qiymatlarda ushbu to'g'ri chiziqlar perpendikulyar bo'ladi. Xo'p, perpendikulyarlik sharti k1 bilan k2 ning ko'paytmasi -dan 1 ga teng bo'lishligi kerak. Mana shu shartdan foydalanamiz. Demak, shartni alohida qo'yib qo'yamiz. Demak, k1 bilan k2 ning ko'paytmasi -dan 1 ga teng bo'lishi kerak. Bunda bizda birinchi funksiyamizning k'si tayyor, ikkinchi funksiyamizda, ya'ni ikkinchisi to'g'ri chiziq holatda berilgan, uni funksiyaga aylantirib olamiz. 5y barobar 2x plyusdan 1 va 5 ga bo'lib yuborsak y barobar 2 taqsim 5x plyusdan 1 taqsim 5 hosil bo'lyapti. Va ikkalasining k'sini ko'paytiramiz. Birinchi funksiyamiz k ko'paytirilgan, ikkinchi funksiyamiz k esa 2 taqsim 5 barobar -dan 1 ga teng. Va proporsiya qiladigan bo'lsak, bundan k ning qiymati -dan 5 taqsim 2 yoki misol javoblarda -dan 2,5 holatida berilyapti. Demak, javobimiz B variantiga to'g'ri kelyapti. Navbatdagisi 7-savolimiz. Ushbu to'g'ri chiziqlar grafiklari ustma tushsa, A ko'paytirilgan B ning qiymatini toping deyapti. Tepada yozganimizdek, ustma tushishligi uchun barcha koeffitsiyentlar teng bo'lishi kerak edi, ya'ni nisbati teng bo'lishi kerak edi. Ana shu usuldan foydalanamiz. Demak, A taqsim 3 teng 2 taqsim B ga teng bo'lishi kerak ekan 8 taqsim 4 ga. Bundan nima qilamiz? Bundan biz birinchisi bilan uchinchisini sherik qilib olamiz. A taqsim 3 barobar 2 ga va bundan A ning qiymati 6. 2 taqsim B barobar 2 ga va bundan B ning qiymati 1 ekanligi kelib chiqyapti. Ikkalasining ko'paytmasi so'rayapti, ya'ni A ko'paytirilgan B bundan 6 karra 1 bo'lib javobimiz 6 hosil bo'lyapti. Javobimiz A varianti. Navbatdagi misolimizga o'tamiz. Quyidagi to'g'ri chiziqlardan qaysi biri OX o'qiga parallel? OX o'qiga parallel degani nima degani? Xo'p, bitta qarndoq chizamiz. Xo'p. Mana bu x o'qimiz, ya'ni OX o'qimiz. OX o'qiga parallel bo'lishi quyidagi shaklda chizilardi. Misol uchun, mana aynan mana bu shaklda. Xo'p, bu shaklda chiziladigan grafikimizning qiymati quyidagi bo'lishi kerak, ya'ni y barobar a ko'rinishda bo'lishi kerak. Y barobar 3 bo'lsa, aynan mana shunday grafik hosil bo'laveradi. Ya'ni x imiz yo'q bo'lib ketishi kerak. Xo'p, bunda funksiyamiz ko'rinishi, ya'ni b k2 plyusdan b ko'rinishi bo'ladigan bo'lsa, OX o'qiga parallel bo'lishi uchun k 0 ga teng bo'lishi kerak. Bundan qaysi biri hosil bo'ladi? Bu x barobar 3, bu x ning javobi chiqib qoladi. Bizdan aynan mana bu y plus 5 barobar 0 hosil bo'ladi.
y plus 5 barobar 0 bo'lsa, bundan y ning qiymati minusdan 5 va bizning funksiyamizda buni grafiki pastdan o'tar ekan, ya'ni mana bu shaklda ketadi. Minus 5 ni belgilab olamizda, ya'ni mana bu yerda minus 5 ni belgilab, mana shu oy so'qiga parallel shaklda chizib qo'ysak bo'laveradi. Tepadagisini esa o'chirib qo'ysak bo'laveradi. Demak, javobimiz aynan B javobga to'g'ri kelyapti. Agar oy so'qiga parallel emas, oy o'qiga parallel deganda biz uni teskarisini qo'llar edik. Ya'ni mana bunday holatda grafik ketadi. Bunda x emas, y yo'q bo'lib ketishi kerak. Yaxshi, navbatdagi misolga o'tamiz. 9-savolimiz. Xo'p, 2x plus y barobar 4 va quyidagicha funksiyalarimizning kesishish nuqtasi a va b bo'ladigan bo'lsa, a plus b ning qiymatini toping deyapti. Xo'p, ikkita funksiyani kesish uchun bir-biriga tenglaymiz dedik yoki ikkalasini sistema holatda ishlab qo'ysa ham ikkalasini kesishgan nuqtasini topaveramiz. Chunki aynan ana shu kesishish nuqtalarida ular o'zaro teng bo'lishi kerak. Demak, sistema holatda ishlaganimiz bizda qulayroq hozirgi misolimizda. Demak, 2x plusdan y barobar 4 ga, xo'p, hamda minus x plusdan 2y barobar minus 9 ga teng. Xo'p, tepani 2 ga yoki kelib pastni 2 ga ko'paytiraylik. Pastni ko'paytirsak, minus 2x plusdan 4 y barobar minus 18 va tepadagi funksiyamizdan pastdagi funksiyani qo'shib yuboramiz. Qo'shib yuborsak, x qisqar ketib 5y barobar minusdan 14 va bundan y ning qiymati minus 14 taqsim 5 hosil bo'lyapti. Xo'p, ana endi bizda xo'p, y endi x ning qiymati kerak. Bundan biz qaysi biriga qo'yamiz? Tepadagi mana y ning o'rniga qo'ysak osonroq ekan. 2x minusdan 14 taqsim 5 barobar 4 ga bir tomonga botamiz yoki 5 ni ko'paytirib olsak, 5 ko'paytiramiz. 10x minusdan 14 barobar 20. Xo'p, 10x barobar minus 14 imiz o'ng tarafga plus 14 bo'lib bo'lsa 34 hosil bo'ladi va bundan x ning qiymati 34 taqsim 10 yoki 3/4 deb qo'ysak bo'laveradi. Endi bizdan mana shu kesishgan nuqtasi a bilan b koordinata bo'ladigan bo'lsa, ikkalasining yig'inisini so'rayapti. Bizda mana shu x bilan y-larimiz a bilan b ga to'g'ri keladi. Demak, x imiz a ga, y-imiz esa b ga. Xo'p, ularni qo'shib qo'yamiz. Demak, 3/4 qo'shaman. Xo'p, 14 ni 5 ga bo'lganimizda minus 2/8 hosil bo'ladi va buni ikkalasini ayirib olsak 0/6 degan javob kelib chiqadi. Bu javobimiz esa bizda aynan C javobga to'g'ri keladi. Navbatdagi savolimizga o'tamiz. 10-savolimizda a nuqta ushbu to'g'risida yotadi. x0 plus y0 barobar 10 bo'lsa, ikkalasini ko'paytirishni so'rayapti. Bu nuqtamiz shu funksiyada yotadi deganda o'rniga qo'ysak bo'laveradi. Chunki funksiyaga tegishli bo'lgan nuqtani x bilan y ning o'rniga qo'yib olsak o'rinli bo'laveradi. Demak, o'rniga qo'ysak 3 ta x 0 minus 4 ta y 0 plus 12 ni o'ng tarafga minus 12 qilib olib o'tamiz. Endi bizga berilgan shart bilan uni sistema qilib yechamiz. Ya'ni x0 plusdan y0 barobar 10 ga teng. Xo'p, ana endi bu sistemani yechishligimiz uchun pastdagi ifodani 3 ga ko'paytirib yuboramiz. Xo'p, yoki 4 ga ko'paytiraylik. Shunda manfiyligi osonroq yechiladi. 3x0 minusdan 4 ta y0 barobar minus 12 ga, past esa 4 ta x0 plusdan 4 ta y0 barobar 40. Va ikkalasini qo'shib yuboramiz. Qo'shib yuborsak 7 ta x0, y0 lar qisqarib ketadi, barobar minusdan 12 ga plus qilib, bunda 28 kelib chiqadi. Va x0 ning qiymati esa 4 ekanligi ma'lum bo'ladi. Xo'p, x0 ning qiymati 4 bo'ladigan bo'lsa, bu yerga olib kelib qo'yadigan bo'lsak, 4 plusdan y0 barobar 10 va bundan y0 ning qiymati 6 ekanligi kelib chiqadi. Xo'p, bizdan ikkalasini ko'paytirishni so'rayotgan ekan, x0 ko'paytirilgan y0 ning qiymati 4 kira 6 bo'lib 24 degan javob kelib chiqadi. Bu javobimiz D variantiga to'g'ri kelyapti. Navbatdagi misolimiz 11-savolimizda k 0 dan katta va b 0 dan kichik bo'ladigan bo'lsa, ushbu funksiyaning grafigi koordinatalar tekisligining qaysi choragidan o'tmaydi? E'tibor beramiz, o'tadi emas, o'tmaydi degan savol beryapti. Xo'p, buni tepada ko'rsatganimdek, shunchaki son qiymat berib ham chiqarib qo'ysa bo'ladi. K 0 dan katta 1 beramiz, b 0 dan kichikni minusdan 1 beramiz. Agar kimdir bu usul yoqmayapti, bizga haqiqiy, ya'ni universal usulga tenglaydigan bo'lsak, nima ish qilamiz? Xo'p, koordinata o'qini chizamiz. Xo'p, bunda chiziqli funksiyamizga e'tibor beramiz. X o'rniga 0 bersak, y javobi b chiqadi. Bu b nuqta, ya'ni ozod xat mana bu o y yo'qini qaysi nuqtada kesadi? Ana shunga javob beradi. E'tibor beramiz. Bizda b ning qiymati manfiy ishorali bo'lganligi uchun u o x o'qidan pastda, ya'ni ixtiyoriy mana shu nuqtada bo'ladi. Bu b ning qiymati.
Endi k 0 dan katta va k 0 dan kichkina degan shartlar nimani hal qilib berardi? K 0 dan katta deganda bu o'suvchi funksiya ekanligini, agar k 0 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, u kamayuvchi funksiya ekanligini ko'rsatadi. Bizda k musbat son bo'lganligi uchun demak u qanaqa funksiya bo'ladi? Albatta, o'suvchi funksiya bo'ladi. O'suvchi funksiyaning grafiki taqriban mana shu shaklda ketadi. Demak, bizda funksiyamiz qaysi chorada o'tgan? 1-chi, 3-chi hamda 4-chi choralardan o'tgan. Endi bizda savol shartida qaysi choradan o'tmagan deyapti. Demak, aynan 2-chi chorakdan o'tmagan bo'lar ekan. Javobimiz B varianti. Agar kimdir son qo'yib ishlasa ham hech qanday xato bo'lmaydi. Shunchaki javobi sonli ifodada hosil bo'ladi. Bu esa universal usulda. Navbatdagi misolga o'tamiz. Mana 12-savolimizda ushbu funksiya x ning barcha qiymatlarida kamayuvchi, e'tibor beringlar, kamayuvchi bo'lsa, m ning qiymatini toping. Hozir aytganimdek, o'suvchi va kamayuvchiligi x oldidagi koeffitsiyentga bog'liq. Agar k miz 0 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, bu kamayuvchi funksiya bo'ladi. Kamayuvchi. Demak, 2m minusdan 6 ni 0 dan kichkina qilib yozib olamiz. 2m kichkina 6 dan va m kichkina 3 dan bo'lib qolyapti. Bu javobimiz esa bizda aynan A javobga to'g'ri keladi. Xo'p, navbatdagi funksiyaga o'tamiz. Agar shu narsani o'suvchi deganda 0 dan katta qilib qo'ysak, javobimiz 3 dan cheksizga chiqib qoladi. Shunga ham ahamiyatli bo'lamiz. Navbatdagi misolimizga o'taveramiz. 13-savolimizda koordinatalar sistemasida A, B, C nuqtalari berilgan. Xo'p, B nuqtalarini ko'ramiz. Xo'p, AB kesma C nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziqqa parallel hamda AB parallel Lga bo'lsa, C joylashgan L chiziq tenglamasini topinyapti. Xo'p, avval biz mana shu A va B nuqtalaridan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasini tuzib olamiz. Qaytaraman, A va B nuqtalaridan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasini tuzamiz. Yuqorida yozganimizdek x minus x1 taqsim x2 minus x1 barobar y minus y1 taqsim y2 minusdan y1 orqali topamiz. Chunki bizda k koeffitsient kerak bo'ladi. Xo'p, bundan hisoblaydigan bo'lsak, x plusdan 1 taqsim, xo'p, 2 plusdan 1 bo'ladi, barobar y minusdan 5 taqsim, y2 qiymati minus 1 bo'lganligi uchun minusdan 1 minusdan 5 bo'lib qoladi. Va bundan x plus 1 taqsim 3 barobar y minus 5 taqsim minus 6. Soddalashtiramiz. Bunda 6 bilan 3 qisqarib ketsa, bunda 2 minus 2 ning o'ng tarafga proporsiya qilamiz. Y minus 5 barobar minus 2x minus 2 va bundan y ning qiymati minus 2x plusdan 3 bo'lar ekan. Bizdan bunda faqatgina k koeffitsient kerak bo'ladi xolos, ya'ni minusdan 2. Chunki yuqorida aytilgan parallel bo'lsin degan parallel funksiyada bilamizki, klar o'zaro teng bo'lib qoladi. Endi mana shu L to'g'ri chizig'imizni belgilab olamiz. L to'g'ri chizig'imizda ko'rinishi funksiya sifatida qaraydigan bo'lsak, y barobar kx plusdan b holatda bo'ladi. Va bunda k ning qiymati bizda minus 2 ekanligi kelib chiqdi. Ya'ni funksiyamiz ko'rinishi minus 2x plusdan b bo'ldi. Va bu nuqtamiz 0,5 nuqtadan o'tgan. U degani x o'rniga 0 qo'ysak, y barobar 5 chiqaradi. Xo'p, y barobar 5 chiqaradi. Bundan 5 barobar 2 kara 0 bo'lib ketib qoladi. B, ya'ni b ning qiymati 5 ekanligi hosil bo'ldi. Demak, funksiyamizning ko'rinishi minus 2x plusdan 5 ko'rinishda bo'lar ekan. Endi javoblarga qarab qo'yamiz. Javoblarimiz da minus 2x plusdan 5 degan javobimiz aynan B javobga to'g'ri kelyapti. Yaxshi, navbatdagi savolga o'taveramiz. Xo'p, 14-savolimizga navbat. Xo'p, bizda aytilyaptiki, y kvadrat minusdan 4x kvadrat funksiya grafigi ikkita to'g'ri chiziqdan iborat. Ya'ni avval to'g'ri chiziq olamiz. Bu ifodani biz ko'paytuvchiga ajratib olsak bo'laveradi albatta. Ya'ni y barobar y minusdan 2x xo'p hamda y plusdan 2x bo'lib qoladi barobar 0 va bundan birinchi funksiyamizning ko'rinishi 2x ga, ikkinchi funksiyamizning ko'rinishi esa minus 2x ga to'g'ri kelyapti. Endi bizda orasidagi burchakni tangenisini topinyapti. Xo'p, tangens alfani formulasini topamiz. Ya'ni ikkita funksiya orasidagi burchak quyidagicha topiladi. Ya'ni k2 minusdan k1 taqsim 1 plusdan k1 ko'paytirilgan k2 orqali topiladi. Xo'p, shundan foydalanamiz. Albatta bundan modul bo'ladi. k2 ning qiymati minus 2, k1 qiymati esa 1 ga teng. Demak, minus 2 minusdan 2 xo'p taqsim 1 plusdan xo'p minus 2 ko'paytirilgan 2. Xo'p, bundan javobimiz xo'p tepada 4, pastda esa 4 3 bo'lyapti. Demak, 4 taqsim 3 degan javob hosil bo'ladi. Bizdan aynan tangens alfani so'rayotganligi uchun 4 taqsim 3 ni o'zini
belgilab qo'ysak bo'laveradi. Yaxshi, navbatdagi misolimizga o'tamiz. 15-savolimizda demak, ushbu to'g'ri chiziq OX o'qiga parallel bo'lsa, kana qiymatini toping deyapti. Va asosiy shartga yetaveramiz. Masalan, nechta funksiya parallellik sharti uchun grafigi OX o'qi bilan ustma-ust tushmaydi deb olinsin degan shart qo'yapti. Xo'p, boshida mana bu OX o'qiga parallel bo'lish shartini men sizlarga tushuntirib ketgandim. Parallel bo'lish shartini. Xo'p, mana bu funksiya berilsa, mana bu x o'qi deb faraz qiladigan bo'lsak, bizda OX o'qiga parallel bo'lsa, mana bu ko'rinishda bo'ladi deb aytib ketdim. Ya'ni bu funksiyamiz ko'rinishi y barobar a ko'rinishda bo'lishi kerak. Ya'ni x oldagi koeffitsiyentimiz nima bo'lishi kerak? Aynan 0 ga teng bo'lishi kerak. Mana bu koeffitsiyentimiz bizda 0 ga teng bo'lishi kerak. Bundan k kvadrat minusdan 4k plyusdan 3 barobar 0 bo'lsa, k ni qiymati 3 va k ni qiymati 1 ekanligi kelib chiqyapti. Endi biz nima qilamiz? Xo'p, savol sharti k ni toping deyapti. Xo'p, endi qaysi biri to'g'ri keladi? Shularni tekshirib ko'ramiz. Birinchi o'rinda 3 ni qo'yganimizda, xo'p, bu ifodamiz 0 bo'lib ketadi. Xo'p, bu yerga 3 qo'ysak, 3 kvadrat 9, 9 dan 1 ayiramiz. Xo'p, 8, 8 ta y. 3 dan 3 ta ayirib qo'ysak 0. Demak 8y barobar 0, y barobar 0. Afsuski bu y barobar 0 mana bu OX o'qi bilan ustma tushib qoladi. Lekin bizda aytayaptiki, OX o'qi bilan ustma tushmasin deyapti. Demak bu javob nima qilinmaydi? Olinmaydi. Ya'ni k barobar 3 nima qilinmadi? Olinmadi. Endi k barobar 1 qo'yib yuboramiz. K o'rniga 1 qo'yganimizda bu ifoda yana 0 bo'lib qoladi. Endi 1 ning kvadrati 1 dan 1 ayirsak 0. Xo'p, k dan 3 ni ayirsak, ya'ni 1 dan 3 ayirib qo'ysak, -2 barobar 0 bo'lib qolyapti. Bu esa bo'sh to'plam. Demak, k ni 3 degan qiymat ham 1 degan qiymat ham o'rinli bo'lmadi. Demak, aniqlab bo'lmaydi degan javobni qabul qilamiz. Yaxshi, navbatdagi savolimizga o'tamiz. 16-savolimizda ushbu chiziqli funksiya bo'lsa, -3 ni qiymatini toping deyapti. Xo'p, avvalo chiziqli funksiyaga degan joyga e'tiborli bo'lamiz. Chiziqli funksiya deganda nima bo'lishi kerak? X kvadratimiz yo'q bo'lishi kerak. Demak, x kvadrat oldidagi koeffitsient aynan 0 ga teng bo'lishi kerak. Bundan m kvadrat minusdan 4 barobar 0 ga, bundan m qiymati 1 marta 2 va 1 marta -2 ekanligi hosil bo'lyapti. Ikkalasini alohida qo'yamiz. Demak, m barobar 2 da funksiyamizning ko'rinishi fx barobar. Xo'p, bu yerga 2 qo'yadigan bo'lsak, 2 + 2 4x minusdan 5 bo'lyapti va bizdan f -3 so'ragani uchun topib qo'yamiz. 4 ko'paytirilgan -3 minusdan 5. Xo'p, bunda hozir 4 kara -3 -12 -5 bilan -17 hosil bo'lyapti. Endi m barobar -2 da funksiyamiz ko'rinishi qanday bo'ladi? Fx barobar, mana yerga -2 ni qo'yganimizda -2 + 2 0, x yo'qolib qolyapti. Ya'ni -5 ga, ya'ni bu har qanday qiymatda -5 ga teng bo'ladi. Ya'ni f -3 ni qo'ysam ham baribir javobimiz -5 chiqaraveradi. Demak, bizga javobimiz aynan ikkita javob bo'lyapti. -17 hamda -5 degan javoblar bo'lyapti. Xo'p, bu javobimiz esa bizda aynan D javobga to'g'ri kelyapti. Navbatdagi savolga o'tamiz. 17-savolimizga. Rasmda koordinatalar sistemasida ABCD to'g'ri burchak berilgan. A nuqtani koordinatasi 0,1, C nuqtaniki esa xo'p 0,6. Shuningdek, A va B nuqtalaridan o'tuvchi to'g'ri tenglamasi y barobar 2x + 1 ekan. Ya'ni quyidagi to'g'ri chiziq. Ya'ni mana A nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziq bo'lyapti bu yerda. Mana to'g'ri chiziqmiz. Mana shu funksiyamizning ko'rinishi bizda y barobar 2x + 1 ko'rinishda ekan. Endi bizdan so'rayapti. C va D nuqtalaridan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasini top deyapti. Xo'p, bu nima degani? Bu mana bu C va D nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasi. Mana toping deyapti. Xo'p, ya'ni y barobar kx + b. Endi bizda aytaveramiz, to'g'ri burchakda qarama-qarshi tomonlar o'zaro parallel bo'ladi. Demak, bizda berilgan y barobar 2x + 1 funksiyamiz bilan mana bu kx + b ikkinchi funksiyamiz o'zaro parallel. Birinchi funksiyamiz bilan ikkinchi funksiyamiz parallel. Xo'p, y1 bilan y2 o'zaro parallel. Y2 ga. Bundan k1 bilan k2 o'zaro teng bo'lishi kerak, ya'ni 2 ga teng bo'ladi. Demak, mana bu funksiyamizda k ni qiymati 2. Endi nima topishimiz kerak? Endi biz
Endi biz topishimiz kerak bo'lgan asosiy narsa mana bu b qolyapti. Xo'p, bni qanday topamiz? Bizda mana s nuqtaning koordinatasi kerak, ya'ni 0,6 degan koordinata kerak bo'ladi. Bu nuqtani shunchaki o'rniga qo'yamiz. Va ya'ni funksiyamiz ko'rinishi kx, ya'ni k o'rniga sirasi 2 ni qo'yib kelsak bo'laveradi. Demak, 2x plyusdan b, demak s nuqtani koordinatasini, ya'ni 0,6 ni qo'yib yuboradigan bo'lsak, 6 barobar 2 karra 0 plyusdan b va bundan b ni qiymati 6 hosil bo'lyapti. Demak, funksiyamizning ko'rinishi 2x plyusdan 6 ko'rinishda bo'lar ekan. Bu javobimiz esa bizda hop 2x plus 6 a javobga mos kelar ekan. Yaxshi, navbatdagi misolimizga o'tamiz. Hop, a 3 minus 1 nuqtadan o'tuvchi ushbu to'g'ri chiziq. Hop, mana bu to'g'ri chizig'imizning ko'rinishi quyidagicha. Ya'ni x pastga tushib qolibdi. Minus 1 taqsim 3x plyusdan 7 ko'rinishda bo'ladi. Hop, perpendikulyar bo'lgan to'g'ri chiziqlamasini tuzing deyapti. Hop, nima ish qilamiz? Biz boshida aytib ketdikki, perpendikulyarlik sharti k1 bilan k2 ning ko'paytmasi minusdan 1 ga teng bo'lishi kerak. Bizda k ning qiymati, ya'ni k1 qiymati minus 1 taqsim 3 bo'lsa, o'rniga qo'yib yuborsak, minusdan 1 taqsim 3 ko'paytirilgan k2 barobar minus 1 ga va bundan k2 ning qiymati 3 ekanligi kelib chiqyapti. Demak, yangi funksiyamizning ko'rinishi aynan 3x plyusdan qanaqadir b ko'rinishda bo'ladi. Va mana shu funksiyamiz a nuqtadan o'tar ekan. Shunga e'tiborli bo'lamiz, a nuqtadan o'tadi. O'rniga 3 minus 1 qo'yib yuboramiz. Minus 1 barobar 3 ko'paytirilgan 3 plyusdan b va bundan b ning qiymati minusdan 10 kelib chiqyapti. Demak, funksiyamizning ko'rinishi 3x minusdan 10 ko'rinishda bo'lar ekan. Bu javobimiz esa bizda a javobga mos kelyapti. Yaxshi, sekin-sekin misollarimizni murakkablashtiryapmiz. Navbatdagi savolga o'tamiz. K ning qanday qiymatlarida ushbu funksiya grafigi 1, 2 va 3 oralardan o'tadi degan shart beryapti. Xo'p, demak, taqribiy grafik chizib olamiz avval. Xo'p, bizda birinchi, ikkinchi hamda uchinchi nuqtadan o'tish kerak ekan. Demak, grafikimiz mana bu shaklda ketadi taqriban olganda. Xo'p, endi buni ishoralar qanday bo'ladi? Xo'p, boshda aytib ketdikki, tepadagi nuqtaga e'tibor beramiz. Tepadagi nuqtamiz, xo'p, bu y barobar kx plyusdan b bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda funksiyamiz o'suvchi funksiya. O'suvchi funksiya bo'lishi uchun nima dedik? X oldidagi koeffitsiyentimiz, ya'ni k minus 3 imiz 0 dan katta bo'lishi kerak. O'suvchi funksiya bo'lishligi uchun albatta. Endi mana bu tepada yotish sharti nima edi? Bu tepada aynan b nuqtaga to'g'ri kelardi. Ya'ni a y yo'qini ozod hadda teng ozod hadda kesar edi. Ozod hadda qanday topardik? X o'rniga 0 bersak b kelib chiqardi, to'g'rimi? Demak, b ishoramiz ox o'qidan yuqorida. Ox o'qidan yuqori degani bu musbat ishorali degan ma'noni bildiradi. U degani mana bu yerdagi k kvadrat minus 9 ham 0 dan katta bo'lishi kerak. Mana shu ikkala tengsizlikni yechib qo'yamiz. Bunda k katta 3 dan, hop, buniki tayyor. Ikkalasini chizamiz. Hop, birinchi kvadratli tengsizlikni yozaman. Minus 3 bilan plyusdan 3 orliq tushiriladi. Hop, plus minus plus va 0 dan katta variant. Endi navbatdagisi, mana bu k katta 3 ni joylashtiradigan bo'lsak, 3 ustma tushadi, mana 3 bilan va undan 10 ga qarab ketadi. Demak, umumiy ikkalasi kesishib qolgan soha aynan 3 dan cheksizlikgacha degan javob bo'lyapti. Bu javobimiz esa bizda aynan b javobga to'g'ri kelar ekan. Yaxshi, navbatdagi misolimizda t ning qiymati 3,4 nuqtadan y minus 2x barobar 1 to'g'ri chiziqgacha bo'lgan eng qisqa masofa b ga teng bo'ladigan bo'lsa, 5 ta b kvadratni toping deyapti. Hop, avval quyidagicha forma yaratib olamiz. Demak, a nuqta x0 y0 nuqtadan hop, a x plyusdan b y plyusdan 1 s barobar 0 to'g'ri chiziqgacha bo'lgan masofani topish formulasi, ya'ni eng qisqa masofani topish formulasi quyidagicha bo'ladi. U masofani d deb belgilashga kiritadigan bo'lsak, masofamiz a x0 plyusdan b y0 plyusdan s taqsim hop, x0 kvadrat plyusdan y0 kvadrat degan formula orqali topamiz.
Xo'p, uzr, ozgina uzilish bo'lib qoldi. Xo'p, formulamizni to'g'rilab ketaylik. Xo'p, demak, a kvadrat plyusdan b kvadrat formulani topamiz. Bu yerda x0, y0 bizga berilgan nuqta bo'ladi. Xo'p, mana bu a, b, c koeffitsiyentlar esa to'g'ri chizig'imizda koeffitsiyentlari bo'ladi. Xo'p, biz avval mana bu y minus 2x plyusdan barobar 1 degan to'g'ri chizig'imizda aynan mana shu berilgan formula singari yozib olamiz. Ya'ni quyidagicha 2x minusdan y plyusdan 1 barobar 0 ko'rinish yoza olamiz. Bundan a ni qiymati 2 ligi, b ni qiymati minus 1 ekanligi va s ni qiymati esa 1 ekanligi kelib chiqadi. Bizda x0 va y0 nuqtalari esa aynan 3 va 4 degan nuqtalarga to'g'ri keladi. O'rniga qo'yib hisoblab qo'yamiz. Demak, masofamiz b barobar. Bizda masofani b deb belgilash kiritilgan ekan. B barobar ax0, demak a 2 ga x0imiz 3 bo'lsa 2 ga 3. Hop, b ni ishorasi minusdan 1, y0 ishorasi 4, plyusdan s bo'lyapti. Taqsim esa ildizosta a kvadrat plus b kvadrat, ya'ni 2 ni kvadrati plyusdan minusdan 1 ni kvadrati musbat bo'lib ketadi. Hisoblaymiz. Tepada 6 minusdan 4 plyusdan 1, taqsim pastda esa ildizosta 5 va bundan 3 taqsim ildizosta 5 degan javob hosil bo'lyapti. Endi bizdan b ni qiymati shunga teng bo'ladigan bo'lsa, 5 ta b ni kvadratini so'raganligiga ahamiyat beramiz. 5 ta b ni kvadrati barobar 5 ko'paytirilgan b kvadrat, ya'ni 3 taqsim ildizosta 5 kvadratda bu 9 taqsim 5 bo'ladi. Va 5 lar qisqarib ketsa javobimiz 9 degan javob hosil bo'ladi. Bu javobimiz esa D javobga to'g'ri keladi.